Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 22 00 raqamlariga sim qoqing. Men xohlagan narsaga erishdim. Zelenskiy Putinga yuborgan maktubi haqida kutilmagan gapni aytdi. Jaschan nomi bilan tanilgan bloger Rossiyada qo'lga olindi. Trampdan keyin Isroil yolg'iz qoladimi? Ekspert kutilmagan bashorat berdi. Qora kursidagi tashrif jamoatchilik oldida ko'rinish berdi. AQSh Eronga yangi zarbalarni amalga oshirdi. Tehron javob bilan tahdid qildi. Sotsializm uchun kurash. Si va Kim nimalarga kelishib oldi? Tinchlik haqida gapirishyapti, ammo urushni qo'llab-quvvatlashyapti. Kreml Yevropaga qarshi hujumga o'tdi. Men xohlagan narsaga erishdim. Zelenskiy Putinga yuborgan maktubi haqida kutilmagan gapini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bir oy davomida turli maqsadlarda turli tashkilotlar va mamlakatlarga bir nechta xat yozganini, xususan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putinga maktub yo'llab, o'ziga kerakli natijaga erishganini bildirdi. Bu haqda u kecha 9-iyun kuni Tailandda Shimoliy Yevropa va Boltiqbo'yi mamlakatlari yetakchilari bilan birgalikda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z ochdi. Bir oy davomida men Yevropa ittifoqidan boshlab AQSh prezidenti AQSh kongressiga, shuningdek Putinga bir nechta xat yubordim. Menda turli maqsadlar bor edi. Misol uchun AQShga murojaat qilar ekanman. Ularning e'tiborini Yaqin Sharqdan Ukrainadagi vaziyatga biroz bo'lsa-da qaratish uchun hamma narsani qilishni xohladim. Men sizlar bilan barcha tafsilotlarni baham ko'ra olmayman, lekin davlatimga juda katta miqdorda raketaga qarshi mudofaa vositalari zarur. Men natijaga erishdim, biroq hozir bu natija aynan nimadan iborat bo'lganini ayta olmayman, lekin men buni uddaladim. Putinga xat yuborishdan maqsadim bor edi va o'ylaymanki, men o'zimga kerakli natijani oldim, deydi Zelenskiy. U Putinga yozilgan xat kontekstida aynan qanday natija haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Jaschan nomi bilan tanilgan bloger Rossiyada qo'lga olindi. Bloger Rossiyadan chiqib ketish arafasida aeroportda to'xtatilgan. Toshkentda Jaschan nomi bilan tanilgan bloger Instagramga video olish uchun Moskva metrosida nomaqbul harakat qildi. Bu haqda Korotka.uz ma'lum qildi. Bildirilishicha, bloger Rossiya poytaxti Moskva shahrida metropolitenda provokatsion kontent tayyorlab, yo'lovchilar bilan sun'iy mojarolar keltirib chiqargan. So'ng u politsiya tomonidan qo'lga olingan. Bloger Rossiyadan chiqib ketish arafasida aeroportda to'xtatilgan. Tergov jarayonida u Moskvaga aynan shunday videolar suratga olish maqsadida kelganini tan olgan. Tarqalgan videolarda bloger metropoliten yo'lovchilarni ataylab g'azablantirishga va turli bahsli vaziyatlarni yuzaga keltirishga uringanini ko'ringan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan suhbat davomida u qilgan ishlaridan pushaymon ekanini bildirib, jamoatchilikdan uzr so'ragan. Hozircha blogerga nisbatan qanday huquqiy choralar qo'llanilishi haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Avvalroq u Toshkent shahrida ijtimoiy tarmoqlarga video olish maqsadida o'zaro janjal uyushtirib, jamoat tartibini buzib javobgarlikka tortilgan edi. Trampdan keyin Isroil yolg'iz qoladimi? Ekspert kutilmagan bashorat berdi. Siyosiy texnolog va tahlilchi Pavel Dubrovskiy AQSh prezidenti Trampni AQSh tarixidagi Isroilni so'nggi marta shunchalik qat'iy qo'llab-quvvatlayotgan prezident deb atadi. Uning fikricha, AQSh jamiyatida Isroilning Eron bilan bog'liq harbiy operatsiyalarga nisbatan tanqidiy kayfiyati kuchaymoqda. So'nggi voqealar fonida amerikaliklarning Isroilga bo'lgan munosabati sezilarli darajada sovuqlashgan va bu kelajakdagi AQSh prezidentlarining siyosatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Dubrovskiyning ta'kidlashicha, kelajakda hokimiyatga keladigan demokratlar ham respublikachilar ham Tel Aviv bilan munosabatlarga hozirgidan boshqacha yondashishga majbur bo'lishadi. U amerikalik saylovchilar uzoq davom etadigan mojarolardan charchaganini va har qanday tinchlik kelishuvini ijobiy qabul qilishi mumkinligini aytdi. Shuningdek, ekspert Iran muzokaralarni ataylab cho'zayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Uning fikricha, Tehron vaqt o'tishi bilan AQSh va Isroil o'rtasidagi ittifoq zaiflashishiga umid qilmoqda. Ayni paytda CNN hisob-kitoblariga ko'ra, mart oyining oxiridan buyon Tramp Eron bilan kelishuv yaqinligi haqida kamida 37 marta bayonot bergan. Telekanal ma'lumotiga ko'ra, AQSh prezidenti bu fikrni matbuot anjumanlari, intervyular, ommaviy chiqishlar va ijtimoiy tarmoqlardagi postlarda bir necha bor takrorlagan. So'nggi bayonotlardan birida Tramp Eron bilan bitim 2 hafta ichida tuzilishi mumkinligini aytgan.
Biroq hozircha Washington va Tehron o'rtasida yakuniy kelishuv imzolangani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ayrim kuzatuvchilar Trampning optimistik bayonotlari moliya bozorlarini tinchlantirish yoki muzokaralar jarayoniga bosim o'tkazish maqsadida berilayotgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Qora kursidagi tashrif jamoatchilik oldida ko'rinish berdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining sobiq rahbari tashrif lavozimidan ketganidan so'ng yana bir bor jamoatchilik oldida ko'rinish berdi. U uy-joyga muhtoj bo'lgan oilaga yangi xonadon kalitlarini topshirish marosimida ishtirok etdi. Qayd etilishicha, tadbir davomida Qamchibek Tashrif yangi uy kalitlarini egalariga shaxsan topshirgan va oilaga farovonlik tilagan. Har bir inson o'z uyiga ega bo'lishi kerak. Prezident Japarov fuqarolarning uy-joy muammolarini hal etishga qaratilgan siyosat olib bormoqda. O'sh va Qorasuv shaharlarida ipoteka uylari qanday ochilganini o'zingiz ko'rdingiz. Minglab oilalar o'z uy-joyiga ega bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Har bir muhtoj oilaning boshi ustida boshpanalar bo'lishi lozim, deydi u. Tadbir ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, uy qurilishi og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan oilaga xayriya yordami sifatida tashkil etilgan. Qayd etish joiz, Qamchibek Tashrifning ushbu marosimda ishtirok etishi uning MHDK raisi lavozimidan iste'foga chiqqanidan keyingi ilk ommaviy chiqishi bo'ldi. AQSh Eronga yangi zarbalarni amalga oshirdi. Tehron javob bilan tahdid qildi. AQSh qurolli kuchlari Eron tomonidan urib tushirilgani aytilayotgan Apache jangovar vertolyoti ortidan Erondagi nishonlarga yana zarbalar berdi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi xabar berdi. CENTCOM bayonotiga ko'ra, operatsiya Hormuz bo'g'ozida amerikalik harbiy vertolyotga qarshi amalga oshirilgan harakatlarga munosabat javob sifatida ko'rsatilgan. AQSh prezidenti Trump ABC News telekanaliga bergan intervyusida zarbalarni zarur choralar deb atadi. Ekos nashri manbalariga ko'ra, AQSh harbiylari Hormuz bo'g'ozi hududidagi Eronning bir nechta havo mudofaasi tizimlari va radiolokatsion stansiyalariga zarba bergan. Eron mamlakat janubida Hormuz bo'g'ozi yaqinidagi hududlarda portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Tasnim agentligi ma'lumotlariga ko'ra, portlashlar Sirik va Minob shaharlarida hamda Keshim orolida eshitilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchi Washingtonni javob choralaridan ogohlantirdi. Jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, AQSh bizning qat'iyatimizni sinab ko'rishga qaror qildi. Qudratli qurolli kuchlarimiz hech bir hujum yoki tahdidni javobsiz qoldirmaydi. Xavfsiz bo'lishni istasangiz mintaqamizni tark eting, deb yozdi u X ijtimoiy tarmog'ida. Keyinchalik Tasnim agentligi Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotini e'lon qilib, Eron AQShning mintaqadagi obyektlariga raketalar va dronlar uchirganini ma'lum qildi. Bir necha soatdan so'ng CENTCOM operatsiya yakunlanganini bildirib, zarbalar Eronning Hormuz bo'g'ozi yaqinidagi radar tizimlari, havo mudofaasi vositalari va yer usti boshqaruv punktlariga qaratilganini tasdiqladi. Sotsializm uchun kurash. Si va Kim nimalarga kelishib oldi? KXDR raisi Si Szinpin 2019-yildan beri ilk bor Shimoliy Koreyaga tashrif buyurdi. KXDRga so'nggi 7 yil ichidagi ilk davlat tashrifi davomida Kim Chen In bilan uchrashdi. Reuters'ning xabar berishicha, Xitoy yetakchisi KXDR Shimoliy Koreya bilan umumiy chegaralar va ustuvor yo'nalishlarni himoya qilish bo'yicha o'z majburiyatlaridan voz kechmasligini ma'lum qilgan. Kim Chen In bilan uchrashuvda u qo'shinlar strategik aloqalarni mustahkamlash, shuningdek o'z suvereniteti va xavfsizligini qat'iy himoya qilish kerakligini qo'shimcha qilgan. O'z navbatida Kim Xitoy bilan munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishga tayyorligini bildirdi. KXDR rahbari ikki mamlakat o'rtasidagi barcha sohalardagi aloqalar va hamkorlikning jadal rivojlanishini yuqori baholadi. Xitoy va Shimoliy Koreya Xitoy munosabatlarining rivojlantirishning yangi bosqichini boshlashga kelishib olgan. Xususan, ular KXDR va XXR o'rtasida do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnoma tuzilganining 65-yilligi munosabati bilan ikki mamlakatda tantanali tadbirlarni yo'lga qo'yishga qaror qilgan. Shuningdek, ikki partiya o'rtasidagi oliy darajadagi aloqalarni kuchaytirish, barcha sohalarda, jumladan siyosiy, iqtisodiy va madaniy yo'nalishlarda tajriba almashish va hamkorlikni kengaytirishga kelishib olingan. Tinchlik haqida gapirishyapti, ammo urushni qo'llab-quvvatlashyapti. Kreml Yevropaga qarshi hujumga o'tdi. Vositachilik sa'y-harakatlarini Rossiyaga nisbatan qandaydir shartlar bilan boshlash mantiqsiz va nomaqbul. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskov ma'lum qildi. Vositachilik sa'y-harakatlarini Rossiyaga nisbatan qandaydir shartlar bilan boshlash, balki bu mantiqsiz, bu noto'g'ri va albatta biz uchun bu nomaqbul, dedi Kreml vakili. Ukraina mojarosida yevropaliklarning vositachilik imkoniyatiga munosabat bildirayotib, uning so'zlariga ko'ra, yevropaliklar tinchlik muzokaralariga qaraganda urushni davom ettirishga e'tibor qaratishni afzal bilishmoqda. Shuningdek, Peskov Ukraina bo'yicha AQShning vositachilik jarayonini to'xtatib qolganini ma'lum qildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.